ahamiyat beradigan bo'lsak, birinchi navbatda o'sha tahliliy fikrlaydigan, kreativ fikrlaydigan va yana eng muhim narsasi hamdardlik bildira oladigan, mana shu juda muhim va emotsional, nima deydi, hissiy ko'nikmalar juda muhim bo'lyapti keyingi zamonda. Ya'ni buni sun'iy intellekt bera olmaydi. Odamlar bilan muloqot qilish, ularni tushunish, masalan, muloqot qilish robot savol bergani boshqa. Masalan, hozir bilan muloqot qilyapmiz, siz qarab, sharoitga qarab, vaziyatga qarab, meni turishimga qarab, meni gapirishimga qarab siz his qilasizda. Savollarim shunga qarab moslashadi. Muloqotimiz ham shunga qarab o'zgaradi. Robot u narsalarni his qilmaydi. Robot ta savollar berib ketaveradi, misol uchun. Shuning uchun mana shunaqangi har bitta sohada mana bu hissiy ko'nikmalar muhim bo'lyapti. Ya'ni insoniylik muhim bo'lyapti. Insoniylik muhim bo'lyapti. Ajoyib. O'zi aksincha aytishardi, bu zamon rivojlangan sari insoniylik yo'qolib boryapti desa, mana endi bu majburiy bo'lishi endi insoniylik. Hammasidan qizig'i, kecha bir anaqa bilan gaplashib qoldim. Bir inson juda zo'r nuqtani aytdi-da. Mana dedi, hozir biz deydi, haligi katta odam deganda yoki bir muhim odam deganda nimani tushunamiz? Puli ko'p, obro'si baland, mashinasi bor, uyi bor, shunaqa lavozimi katta odam tushunamiz, deyapti-da. Kelajakda deydi, insoniyligi, vijdoni, insofi bor odamlarni biz katta odam deb tushunamiz, deyapti. Shunga qarab zamon ketyapti. Chunki pul orttirish qiyindir, lekin unchalik emas, lekin vijdonli bo'lish, insofli bo'lish, inson bo'lish juda borgan sari qiyinlashib boryapti-da. 17 ta vazifasi bor ekan, 17 ta vazifa bajarar ekanda. Endi sun'iy shulardan faqat bir qismini ola oladi xolos. Kod yozishni sun'iy topshirsa bo'ladi, lekin kod yozishgacha bo'lgan qadamlar bor-da. Masalan, mijoz bilan gaplashish, siz qanaqa kod yozishingiz kerak o'zi, nima haqida bo'ladi, u dastur qanaqa ishlaydi, arxitekturasi qanaqa bo'ladi, muloqot ko'nikmasi bo'lishi kerak, sizda o'tirib mijozlar bilan gaplashib olishingiz kerak, ish beruvchi bilan gaplashishingiz kerak. Mana shularni hisobga olgan holda keyin kod yozishga o'tirasizda. Mana shuni ichini qaraydigan bo'lsak, bu yerdan to'g'ri aksar qismini sun'iy topshirsa bo'ladi, lekin mana ekranda chiqib turibdi. Lekin hanuzgacha juda ko'p qismi baribir odamlarga muhtoj, odamlar ishtirokiga muhtoj. Va xuddi shunaqa bu saytga kirib boshqa kasblarni ko'rish mumkin va bu yerda siz o'z kasbingizni topib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bularni qaysi birini avtomatlashtirsa bo'ladi. Qanchalik, masalan, mana 17 ta bo'lsa, shunda nechtasini sun'iy topshirishingiz yoki avtomatlashtirishingizga qarab siz kasbingiz ertaga yo'qolib ketadimi yoki aksincha talab ortib boradimi bilish mumkin-da.